Assalomu alaykum surxondaryoliklar, assalomu alaykum vohadoshlar. Sizlar yaxshilab ekran joylashib olinglar. Termiz shahriga yaqin bo'lgan joydan, Termiz tumani Qirillik 10-brigaddan sizlarga tayyor umumiy maydoni 6 sotkdan tashkil topayotgan uchastkani obzorini qilganini kelganmiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hamma tomon zabor bilan aylantirib o'ralgan shlaka blokdan. Mana bu yerda yashil maydon ham cho'tki qilingan. Mevali daraxtlar mana o'sha gullab, barglab, hosil tugaman deb turishibdi. Va mana oralig'iga esa kartoshkalarni ham ekib qo'yishibdi. Yaxshigina foydalanilgan. Umumiy maydon 6 sotix, yashash uchun esa 6 ta xonadan tashkil topayapti. Bu yerda oqma gaz yo'q. Gaz balonda, suv svet muammo yo'q mana. Uyimizda devorga qo'shib yuborilmagan, orasiga joy qoldirilgan. Ariqda suv deysizlarmi, kranda suv deysizlarmi, hammasida muammo. Mana kolodislar ikkita tashlangan, hattoki tornol suvlari ham mana shu kolodisga kelib tushadi hammasi. To'shni qilib rejalashtirilgan. Uyimiz 6 ta xonadan tashkil topayapti. Narxi necha pul deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, reklama sifatida kelganmiz, egalariga bog'lanasizlar. Narxi 800 ham dedi, bo'lmaydi, 700 ham dedi. Hozircha 650 ga to'xtab turibdi va yana ham kelishiladi. Telefon qilasizlar o'zlaring. Egalarning raqamiga. Mana bu tashqi darvozamiz. Tashqi darvozadan kirganimizda Naveschaga bemalol bir 3 ta demasam ham 3 ta mashinani ham sig'dirsa bo'ladi o'zi. 2 ta mashinani ham sig'dirsangiz bemalol sig'adi. Xo'p, tashqi darvozadan mana chap qo'lga qayrilsak, bu tomonda 2 ta xonamiz tashkil topayapti. Tagimiz laminat qilingan hammasi. Ko'rsatib o'ting operator bir kirib. Biri spalni xona, biri детский xona. Hammasi remont qilib, kirib yashashga tayyor uy. Bu tomonda ham. Endi esa mana tashqi darvozamiz kirganimizni o'ng qo'limizga qayrilamiz. Bu tomonda ham yashash uchun 4 ta xonadan tashkil topayapti. 2 ta xonasida hozircha yashamoqda, 2 ta xonasi remonti hali to'liq bitmagan, tugallanmagan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Keling operator. Mana to'g'rida sklat xonamiz qilib qo'yishdi. Hozircha buni foydalanmayapti. Bu yerda bitta xonamiz. Buni ham bir qo'ldan kelgancha bir asfalt qilib berish kerak. Bu ham tayyor lekin attak. Va ichki sanuzilimiz joylashmoqda. Keling. To'liq planda ko'rsating. Xo'p, vohadoshlar, surxondaryoliklar, kim mana shunaqa uy izlab yurgan tanishlar bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Bu yerda orientirimiz Termiz shahar Qirillikdan kelasizlar. Afg'on kollejidan o'tasizlar, yana Jarqo'rg'onga qarab. Afg'on kollejidan o'tganlaringdan so'ng shu yerda 21-maktab ko'chasi qayerda, ya'ni Amir Temur mahallasi deydigan bo'lsak, mana 21-maktab. 100 metr ham chiqmay, 50 metrdan keyin 21-maktab. 3-qo'shni maktab bo'ladi. Xo'p, mana tashqi fasadimiz shundan iborat. Shiferlar qanaqa deysalang, tunikofon qilingan va tepasi ham tunika bilan yopilgan. Mana ariqda suvi doimo bor, bu yog'i chorvachilik qilaman desanglar ham mana dala. Mana bu maktab stadioni, bog'cha mana bu yerda yana maktab bog'chada muammo yo'q ekan alqisa. Katta ko'chaga, ya'ni M41 trassaga chiqish uchun esa bir maktabdan so'ng esa yana 200 metr, opshi 300-400 metr chiqmaydi. Yaxshi lokatsiyadan bo'layapti. Egalariga bog'lanasizlar, yana ham kelishib berlar. 650 million deyishdi hozircha. Aloqaga chiqasizlar 88 kodi bilan 806 77 27 tezda aloqaga chiqasizlar. Mana bizning nomimizdan chiqsalar yana ham kelishilib beriladi.
aytdim, mana suv bor, svet bor, Wi-Fi gacha kelgan. Bitta hozircha oqma gaz kelgani yo'q. Ajab emas, Termiz shahriga qo'shilib yaqin yillarda yana oqma gaz kelib qolsa, bu yo'llar jannat makon joylar hisoblanadi. Xayr demaymiz, foydali kontentlarda uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.